Mamlakatimiz taraqqiyotida korxonalar faoliyatini yanada takomillashtirish, jahon standartlari talablariga javob beradigan, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Shu bois davlatimiz rahbari boshchiligida yig'ilishda texnik jihatdan tartibga solish sohasida amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi rejalar taqdimotida bu borada aniq vazifalar belgilanib, tadbirkorlik subyektlarining mahsulot sifatiga mas'ul xodimlarini malakasini oshirish bo'yicha topshiriq berilgandi. Namangan viloyatida ham shu maqsadda o'quv seminari tashkil etildi. Hozir shu haqda. O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan tashkil etilgan mazkur o'quv seminari Namangan viloyati investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasi zalida bo'lib o'tdi. Unda Namangan shahri, Davlatobod va Yangi Namangan tumanida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari mas'ullari offlayn va boshqa tumanlardagilar esa onlayn ishtirok etdilar. O'zbekiston standartlar instituti professor-o'qituvchilari, sohaning yetuk mutaxassislari yig'ilganlarga mahsulot ishlab chiqarishda texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, metrologiya va muvofiqlikni baholashning mahsulot sifati va raqobatbardoshligiga ta'siri xususida ma'lumotlar berdilar. Bir kunlik o'quvda ishtirok etgan mutaxassislar sohaga oid videoroliklar, slaydlar orqali standartlashtirishdagi yangiliklar, shuningdek xalqaro tizimlar to'g'risida ham tushunchalarga ega bo'ldilar. Prezidentimizni o'tgan yil oktyabrda berilgan topshiriqlarga asosan barcha viloyatlar kesimida tadbirkorlik subyektlari uchun texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, metrologiya va muvofiqlikni baholash sohasidagi normativ huquqiy hujjatlar va o'sha hujjatlarda belgilangan mahsulotlari yoki xizmatlari sifati bilan bog'liq parametrlar yuzasidan o'quv amaliy seminari o'tkazish rejalashtirilgan. Namangan hududida ishlab chiqarishda tekstil mahsulotlari juda ko'p, oziq-ovqat yo'nalishida ishlaydigan tashkilotlar ko'pligi bo'yicha aynan savollar ham shu yo'nalishda bo'ldi. Masalan, tekstil mahsulotlarini xalqaro darajaga chiqarishda qaysi turdagi standartlarga amal qilish, texnik qo'mitalar qaysi birlari bilan ishlash masalalari yuzasidan savollar berildi va tegishli tartibda javoblar berildi hamda undan tashqari o'sha kontakt ma'lumotlari yetkazildi tadbirkorlarga. O'quv jarayonida tinglovchilar sifat menejmenti tizimi va uning biznesni rivojlantirishdagi o'rni, xalqaro va mahalliy standartlar talabiga mos faoliyat yuritishdagi yo'l-yo'riqlar bo'yicha savollariga mutaxassislar tomonidan atroflicha javob oldilar. Amaliy seminarimizda biz uchun kerak bo'lgan, kelajakdagi loyihalarimizni amalga oshirish uchun kerak bo'lgan barcha sertifikatlashtirish, standartlashtirish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bugungi seminarda xalqaro hamda mintaqaviy hamda o'zimizni respublikamiz ichida kerakli bo'lgan standartlar, ISO sertifikatlash dasturlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldik. Namangan viloyatiga tegishli bo'lgan loyiha ustida ishlayapmiz hozirgi kunda. Bugungi seminarda bizga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni oldik. Texnik jihatdan tartibga solish sohasida yangi qabul qilingan qonunlar, qarorlar, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi yangiliklar to'g'risida viloyatimizdagi tadbirkorlik subyektlariga yetkazish, qandaydir muammolari borligini o'rganish, yechim topish, xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarishiga ko'maklashish hamda mahsulotning raqobatbardoshligini oshirishga erishish maqsadida ushbu o'quv seminari tashkil qilindi. Tajribali mutaxassislar tomonidan olib borilgan mazkur o'quv seminari yakunida test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan va faol qatnashgan tinglovchilarga sertifikatlar topshirildi. E'tiborlisi, ular faoliyat yuritayotgan korxonalarga 1 yil mobaynida agentlik tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar uchun 5% chegirma va imtiyoz beriladi. Xorijiy tillarni o'qitishni ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalish sifatida rivojlantirish, ta'lim sifatini yanada yaxshilash, sohaga malakali pedagoglarni jalb etish hamda xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirish maqsadida xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi o'tkazilmoqda. Hozirgi lavha tanlovning Namangan shahar bosqichidan tayyorlangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining iqtidorli o'quvchilar o'rtasida fan olimpiadalarini o'tkazish tizimini takomillashtirish hamda xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktabni aniqlash tizimini joriy etish to'g'risidagi qarori bilan o'tkazib kelinayotgan mazkur tanlov g'oliblari safi yil sayin kengayib bormoqda. Ta'kidlash joiz, viloyatimizdagi umumta'lim maktablarida hozirda ingliz, fransuz, nemis tillari o'qitib kelinmoqda. Namangan shahridagi mavjud 53 ta umumta'lim maktablarda 470 nafardan ziyod xorijiy til o'qituvchilari faoliyat yuritadi. Tashkil etilayotgan o'quv kurslari, to'garaklarda minglab yoshlar tillarni puxta o'zlashtirmoqda. Shu boisdan ham bitiruvchilarning oliy o'quv yurtlarining xorijiy filologiya fakultetiga o'qishga kirayotganlari soni ham yildan yilga ortib bormoqda. Xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovida har bir maktabdan 5 nafardan 7-9 sinf o'quvchilari ishtirok etishi belgilangan. 51 ta maktabdan 250 nafar o'quvchi ariza kiritgan. Hozir 250 nafar o'quvchi mana Namangan shahridagi birinchi maktabda
katta sport zalida test jarayonida ishtirok etmoqchi. Hozirgacha bizni Namangan shahri respublika darajasida hatto 1-o'rinni olishgacha muvaffaq bo'lganmiz. Bu yil ham niyatimiz respublikada 1-o'rinni olib, katta sovrinlarga ega bo'lish niyatimiz bor. Asosiy maqsad o'quvchilarimizni dunyo miqyosidagi talablarga javob bera oladigan darajada bilim ko'nikmalariga ega bo'lishlarini biz shu talab qo'yganmiz. Test sinovlari barcha tuman va shaharlarda bir vaqtda soat 11:00 da boshlandi. Jarayonlar boshlanishidan 1 soat oldin ishtirokchilarga auditoriyaga kirishga ruxsat berildi. Qadoqlangan sinov materiallari o'quvchilar ko'z o'ngida va ishtirokida ochilib, tarqatilishi boshlandi. Ishtirokchilarning ota-onalari maxsus monitor orqali test jarayonini bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Topshiriqlar xalqaro ta'lim standartlari asosida tayyorlangan va maxsus varaqada 30 tadan savol berilgan. Nizomga ko'ra maktablarning asosiy ko'rsatkichlari maktab terma jamoasining xorijiy tillarni bilish darajasi hamda tanlovda to'plangan umumiy ball natijalari hisobga olinadi. G'olib bo'lgan maktab jamoasi tanlovning keyingi bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritadi va shahar tuman bosqichlari g'oliblari mos ravishda 100 million, 75 million va 50 million so'm miqdorida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sovrini bilan mukofotlanadi. 15-sonli maktabni 9-sinf o'quvchisiman. Olimpiadaga keldim. Ingliz tilini o'qiganman. Yaxshi natijalar ko'rsatishga harakat qilaman. Men 27-maktabning 8-sinfda o'qiyman va bugun bizga xorijiy tillarni bo'yicha olimpiada boshlandi va bunda men qatnashyapman. Biz yoshlarga imkoniyatlar yaratib berayotgan prezidentimizga katta rahmatimni yo'llayman va bu olimpiadada yaxshi natijalarni egallashga ishonaman. Tanlovning navbatdagi viloyat bosqichi aprel oyida bo'lib o'tadi. Chet tili o'rganishni ommalashtirish bugungi ta'lim tizimidagi ustuvor maqsadlardan biriga aylandi. Buning samarasi mamlakatimiz yoshlari orasida til o'rganishga bo'lgan qiziqishning keskin ortib ketganida yaqqol ko'zga tashlanadi.